Assalomu alaykum. Ana tog'da sekin tong otdi. Xudo xolasa nasib bo'lsa ertalabdan mana tog'da biza yomg'ir ham tashlayapti kamroq. Yomg'ir ham bor. Kecha biza o'tirdik. Tog' arasida biza yomg'ir bor, ozgina yomg'ir yog'yapti. Mana bizlar joylashgan dachchamiz. Mana shu vagonchadak qilib taxlangan. Yana hisobiy mehmonlar uchun mana shu yerda joylashdik. Pastda soya qopdi ana. Naves tagidan hozir yog'ini ham olib tashlayman.